nima uchun Gollivud rejissyorlari yoki ssenaristlari yoki operatorlari ba'zida ilhomni yaponskiy animelardan oladi degan savol tug'ilishligi mumkin. Yoki ba'zi bir Gollivud filmlarini ko'rganimizda, nafaqat Gollivud, balki boshqa dunyodagi ba'zi kinolar ko'rganimizda anime stilida olinganligini yoki qaysidir animeda bir parchani eslatishligi, shunaqa nimalari bor, shunaqa narsa uchraydi. Bunga sabab 80 va 90 yillarda hozirgi paytdagi rejissyorlar, operatorlar ko'pi u paytda 80-90 yillarda yosh bola bo'lgan yoki 20-30 yoshda bo'lgan bo'lishligi mumkin yoki voyaga yetgan paytlarida shu komikslarni yoki shu animelarni ko'rgan va shundan ilhomlanib nima qilgan bo'lishligi mumkin deb o'ylaymiz. Chunki 80 va 90 yillarda hozirga o'xshagan spesifikalar, kompyuter texnologiyalar bunaqangi rivojlangan bo'lgan emas. U paytda bir spesifikni tayyorlash uchun vashshi kuchli kompyuter kerak bo'lgan va juda katta muddat talab qilgan va juda qimmat bo'lgan. Buni animeda realizovat qilishlik chem kompyuterga nisbatan osonroq chizib bir narsani ko'rsatishlik. O'zim misol uchun Blender 3D programmasida shug'ullanaman. Ba'zida chizishim osonroq tuyuladi menga. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham asosiy mavzuga qaytaylik. Animelar nima uchun ko'riladi? Asosan animelarda rejissyorlar, chet el rejissyorlar yoki operatorlar, kinonimalar odatdan tashqari ilhom olishligi uchun kerak bo'ladigan, ya'ni ilhom oladigan manbalaridan bittasi desak to'g'riroq bo'ladi. Yaponskiy animelar va yaponskiy komikslar va yana boshqa chet ellik komikslar, yana boshqa o'zining nimalari bor, lekin yaponlarda uslubida olingan narsalar boshqa kачествоni beradi. Bugun mavzuyimiz Patlabor multfilmi, ya'ni Patlabor animesi desam to'g'riroq bo'ladi. Birinchi va ikkinchi versiyasini ko'rishlikni tavsiya qilgan bo'lardim va bu animeda siz o'zingizga juda ilhom, agar kompyuter texnologiyalari bilan, spesifiklar bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, juda ko'p narsalarni topishligingiz mumkin bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.